Assalomu alaykum. Bizda umuman O'zbekistonga bir yanada yangilik. Bular Xitoy shahridan kelganlar. GSeed kompaniyani direktorlari. GSeed kompaniyani bular juda ham bir oddiy sodda inson, lekin regional. Sizlar o'ylagan darajadan ancha obro'lari baland. Bu insonlar bilan hamma ham shu dasturxonda o'tirib ko'rishib, gaplasha olmaydi. Hozir oldimizga to'g'rilab qo'yibdi. Hozir birgamiz bitta dasturxondamiz. Bu akamiz Qozog'iston shahrida, siz tushuntirib bering. Qozog'istondagi GSeed kompaniyasining ofitsialniy dileri. Gmobile KZ Instagramlari, Jambota Mobile. Juda ko'p men o'zim Instagramda отметка qilganman, akalar ancha narsa olaman. Bular GSeed bilan Ayxsun firmasi o'zi bitta narsa, ikkitasi bitta firma. Ofitsialniy direktor, generalniy direktor. Hozirda GSeed firmalarga yangilik qilgan ekan. Bu narsalar hozirda sotuvda hali yo'q. Keyingi oyga sotuvga chiqarish proyekti shu narsalarni olib kelishdi, yangiliklarni. Ekran original part of Apple. Ya'ni almashtirgandan keyin chipni olib o'tish shart emas ekranga, eski chipni. O'zida podlinniy detal emas. Original part of Apple. Data remontda turadi. Apple'ning original mahsuloti degan yozuv turadi. Ekran, shunaqa ekranlarni o'zi sotuvga yo'lga qo'yishyapti ekan. Keyin batareykalari, GSeedni o'zining batareykalari, batareykalar sotuvda bor, lekin bu yana ham yangilik batareyka ekan. Xo'p, bu ham xuddi shunaqa, batareyka ham detal data remontda turadi, yo'nqis, ofitsialniy yo'nqis chiqadi. Qanaqadir iOSga bog'liq narsa emas, qo'ygandan keyin 100% yo'nqis ko'rsatadi, keyin ошибка bo'lmaydi, главный ошибка bo'lmaydi. Shu yangiliklar bor. Eski batareykani kallasini, bankasini tashlab olgan bo'lsalaring, yo'qolgan bo'lsa, ashibga turgan bo'lsa, mana bu batareykalar hamma muammo hal. Bu uchun bularga alohida rahmat. Shunaqa narsalarni ishlab chiqarayotganiga, hissalarni qo'shayotganiga. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol siz brendingiz nima edi? iPro'ga murojaat qilsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda iPro ukamizda bor va bizda bor. Nima ichida shu narsalar Qozog'istonliklar ko'rayotgan bo'lsa, Qozog'istonda endi bu akamiz taniganlar bor. Shu Qozog'iston shahrida ham bemalol bu akamiz murojaat qilsa bo'ladi. Hozircha bizda bor. Yaqin kunda sotuvda hammada bo'ladi. Faqat времени biz bular bilan primo ishlaganimiz uchun, bizni tanigani uchun, bizni bilgani uchun bizga murojaat qilganlar va murojaat qilishlardan maqsad shu ommaga ko'rsatib berish. Shu narsa chiqdi deb sizlar yordam beringlar, shuni reklama qilinglar, tanitaylik, shu narsani bilsin hamma degan maqsadda. Rahmat, salomat bo'linglar.